qiyomat kun bo'lsa debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhissalomning davridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oxirgi ummati hammasini jamlar ekan. Fayunadi munadin bi sawtin yasma'uhu al-khalaiq deb. Butun xalq eshitadigan darajada nido qilguvchi baland ovoz bilan nido qilar ekan. Nima deb? Odamlar uxlayotgan vaqtida kechasi turib 2 rakat namoz o'qigan odamlar xalqning ichidan ajrasin deb turib duo so'r chaqirar ekan. Muhtaram jamoat, e'tibor bering-da. Odamlar uxlayotgan vaqtida kechasi hech kimga bildirmasdan 2 rakat namoz o'qigan odam xalq ichidan bir qadam mayoqqa chiqsin der ekan. Ikkinchisi chaqirar ekan. Dunyoda Allohni zikridan tijorati, moli, dunyosi to'xtatmagan odamlar bu yoqqa chiqsin der ekan. Dunyo deb, tijorat deb turib Allohni zikridan to'xtamagan odamlar bu yoqqa chiqsin. Dunyosi to'sib qo'ymagan odamlar chiqsin. Juda ham bir oz odamlar chiqar ekan. Yana nido qilar ekan. Xursandchilikda yu xafalikda Allohga hamd aytadigan odamlar alohida ajrasin bu yoqqa chiqsin der ekan. Juda ham oz odamlar chiqar ekan. 3 guruh odam chaqirilar ekan. Kechasi 2 rakat namoz o'qigan odamlar uxlayotganda bedor bo'lgan odam chiqsin. Boy badavlat bo'lgan u boyligi ibodatdan to'xtamagan, to'xtatib qo'ymagan. Shular chiqsin. Xursandchilikda yu xafalikda doim Allohga shukr qiladigan odamlar chiqsin. Thumma yuhasabu sa'irun nas. Endi undan keyin boshqa odamlar hisob kitob qilinaverar ekan. Bularni ajratib olinar ekan. Bular hisob kitob bermasin uchun xalqning ichidan ajratib olinar ekan. Muhtaram jamoat, qaysi birimiz kechasi 2 da turib Xudoga yig'layapmiz? El, yurt, xalq, vatan, millat, din, avlod, zurriyot, oxirat, jannat, do'zax. Uyqumiz ochilib, o'rnimizdan turib tahoratni yangilab 2 rakat uyimizni bir chekkasida kimimiz o'qiy olyapmiz? Juda ham oz. O'tirgan jamoat, agar hammamiz ertadan